Assalomu alaykum dehqonlar, fermerlar. Mana Rossiyadan olib kelingan urug'liklarimiz, bug'doy urug'ligimiz juda chiroyli bo'lgan. Mana fermer dehqon akamiz o'zi hozir ozgina tushuntirib berib ketadi. Keyin qo'rqmay ko'rasizlar mana. Chirimboy aka, gapiring qani? Qanday bo'ldi? Nima sort ekdingiz? Bizosstoya degan sort Rossiyadan kelgan birinchi elitasi. Buni olib kelganmizlar, Hakam Borisovich bilan birga. Yaxshi xudoning bari ko'ribsizlar. Ular ham ustuvchiga zanga qarshi qanaqa ishlov berganmiz yo'q. Hammasi immunitet qilingan ekan, dorilangan ekan zanga qarshi. O'sha bilan o'tib ketdi o'zi. Qanaqa yo'q. Chunki u yerlar ham Rossiyadan kelgan joylar ham o'zimiz iqlimimizga mosda. Ha, Shuning uchun yaxshi bo'lyapti. Allohdan kelgan o'sha. Ularni Endi bu hosiliga xudo xohlasa hammasi yaxshi. Mana nasib bo'lsa katta hosil olamiz deb. aralashmasa samiguloni qara bir xildan o'da ketgan. Plan qancha endi nasib bo'lsa? Endi bilmasam hozir minimum 80 plan qilib turibmiz endi. Xudo xohlasa nasib. Ha.